Keseniz o'ng tarafda, gurlandan keseniz chap tarafda. Adresingizni so'rayman ya. Ha, adresingizni so'rayapman. Olib turing. Ofisingiz nelarda joylashgan deb so'rayman. Tamam. Ko'p odamga lokatsiyasi qiziq, so'rab turibdi, nereda joylashgan deb. Ketdimi? Ketdimi? Ko'p odamga bo'ldi. Ko'p odamga mazili qiziq ekan, ko'p odam so'radi lokatsiyasi nereda, buni adresi deb. Ag'a, nelarda turibmiz biz hozir? Hozir bu asosiy Gullan Urganch magistral yo'li. Gullan Urganchdan kelaverishda ofisimiz o'ng tarafda joylashgan. Gullandan kelaverishda chap tarafda joylashgan. Asosiy marshrutni lokatsiyani Yangi bozor Poskay deb olsak bo'laveradi. Poskaydan o'tgandan keyin Urganchdan kelaverishda 100 metrdan keyin o'ng qo'lda joylashgan bizning ofisimiz. Urganch Gullan yo'lda bo'ynidan magistral yo'l bo'ladi. Qarshimizda moyka bo'ladi. Shuning ro'parasida to'g'risida joylashgan bo'ladi. Ofisimiz shu yerda bo'ladi. Mana ko'rib turibsizlar. Bemalol kelaverasizlar. Qandaydir savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, video ostida telefon nomerlarini qoldiraman. Bemalol telefonda gaplashsangiz ham bo'ladi yoki ofisga kelib gaplashsangiz ham bo'ladi. Inshaalloh shu yerda bo'ladi. Rahmat ag'a ma'lumot uchun. Sog' bo'lasiz.